Chopin geldi. Here comes the star. Chopin geldi. Hey, ekrandagi biz uchun eng qimmatli bo'lgan suyimli ko'rmalarimiz, yaxshimisizlar? Biz yana ko'rishdik. Men Nuraliya Hasandan hammalarga chin yurakimdan oliy salomlarim sizlar uchun bo'lsin. 2020-yillik Cho'lpon keldi programmamizni natijalik muvaffaqiyatga oxirlashtirib, mana bugun 2021-yillik Marfiy Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan qayta yuz ko'rishib o'tiribmiz. Hey, ekrandagi tomoshabinlar, meni unutib qolmagansizlar. Men sizlarning top vakil do'stlarim Abduvali Alidan hammanglarga 2021-yillik oliy salomlar bo'lsin. Cho'lpon keldi grupimiz qiziqarli mazmunlarni har bir tomoshabinlarni xushal qilish uchun har vaqt tirishchilik qilib Vali top to'g'ri deydi. Demak, 2021-yillik Marfiy Cho'lpon keldi programmasi har xil sarxil mazmunlar orqali, payzi mazmunlar orqali ko'rmanlar bilan yuz ko'rishdi. Shundaqla biz ko'rishga, biz texnik tushunishga taqozo bo'layotgan shu cho'lponlarimizni mushu sahnamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishtirishga har vaqt tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Ya Nurali, unda o'z bugungi programmamiz qaysi cho'lponimiz keldi? Dal vaqti dedingda ma gapni ha. Bugun Cho'lpon keldi programmamizdan 2021-yilning tunji sahna emasmi? Alayda bir cho'lpon chaqirib qo'ydim men. Masalan, Meni o'zimdan shunda bir alaydiligimmi yoki shunda bir davolamdim men. Har bir sonda ozroq bir uchur berib o'tgandan keyin chaqirmay qo'yman. Shuni ozroq bir uchur berib qo'yay. Aldidan so'rab qo'yaymi shu naq maydon qatnashayotgan ko'rmallarimizdan. Shu oranglarda 60-yili tug'ilganlar bormi yo'qmi? Baba, Mr. Abdul tag'alarimiz 60 Atribdi. Ana alangiz yaxshimi? 70-yillar tug'ilganlar bormi yo'qmi? Matrab tug'i deymi 70 nomallar. Amsama 80-90dan iniq ba. 80-90dan oqida. Lenin xo yo'q ekanda lekin. Men birla qoldim uni. Xo'sh, unda qo'sad men demakchi, mushu jarayonda tug'ilganlarning hammasi bilalaydigan filmlar bor-ku, kinolar bor. Masalan, unutilmas kinolardan shu Ra'noning to'yi, artist bo'lmagan qiz, Soyib Jamolning o'limi degan ash kinolar ko'rib boqqanmi bilamsizlar? Albatta ko'rgan o kinolarni. Uni ko'rmasa. Qanday qildi deb yaqinlar. Demak ko'rgan. Unda bo'lsa 2000-yildan keyin ishlangan, masalan, Turpondagi muhabbat, Turpondagi naqsh sadosi deganda kinolarni ko'rganman. Yangi ishlangan kinolar bor. Sizlarcha amsa u cho'lponimiz kimdi? Bir mo'sh kinolar davatdim, shu kinolar bilan zich bog'liqlik, munosabatlik birsi. O kinolardagi artistlar sanab chiqsaq degan. Tepishmoq nima bu odamni qistimay deyitami? Deb aytayman. Biraqlanma. Digina. Bo'ptilar. Cho'lpon keldi programmamizningki tunji sahna emasmi? Vaqtni jiq olmayli unda bo'lsa, ha? 2021-yillik Marfiy Cho'lpon keldi programmamizningki tunji sahnaga alohida taklif qilingan bizningki suyimli ataliq cho'lponimiz bo'lsa, Shinjon kinochilik sohasidagi cho'ng yulduz. Shu unutilmas filmlarimizdan sohibi, davlatlik birinchi darajalik kino cho'lponi Mehrigul Amatada marhamat. Voy, ada xush kelibsiz. Qanday ahvolingiz ada? Yaxshimi? Yomon ig'ir chiqdingiz saniga. Azroq samir qapsada. Nima kamchilik? Mening hayotim obraz uchun samirish, obraz uchun o'rxlash. Ya albatta oshunda bo'ladigan kino cho'lponlari shunda. Marolga o'rxlaysa deydi. Arolga azroq samrima ana bisimizrak bundaq qaqaqlab kulib ketadigan bir onatdi samirgin dedi, shu yana samirdim. Keyin uni olib bo'lgandan keyin yana o'rxlaysiz. Yana o'rxlayman. Ustum bo'lib ketdim o'rxlash bilan samirishga. Amirxonning o'zida Amirxon emas bu. Musiqindimi bir filmga 30 kilo o'rxlagan. Oy. İpek yo'li rivoyati degan Pashaxon anini olganda 16 kilo samirdim. Uni tugitib Almaxon degan rol keldi. 30 kilo o'rxla dedi, 30 kilo o'rxladim. Hech kim tonmaydigan darajaga bordi. Bu da marolga yana azroq samire, chunki o'g'lingni o'ynaydigan artistning ishi sal cho'ng dedi. Artistda ko'p qolgansa deydi, shuni yana samirdim. Yo'q. Aqingiz ishqayil tursam bilammi? Men bilan birga o'rganamiz. Oy, o'tiramiz. Rahmat. Oy, bu o'rxlashning gap bilan tushib ketdik, ha, gaplam. Rahmat ada. Cho'lpon keldi programmamizdagi mush 2021-yillik tunji sahnaga qadam tashrif qilib berdingiz. Baxo'sh bo'ldik. Bugun mush tunji uchrashishimizga ada bizningki. Bundan burun agar sizni o'sha ekrandan ham ko'rib, mehrgilardan mushga deb men to'nigan bo'lsam, amaliyoti bir ko'rishadigan bir fursat bo'lmagan-ti, mana tunji qitim
yoqimli fursat bu program orqali qolib qoldi-da. Men bunda qarsam, lekin faqat men o'ylagandek qiyirib ketmabsiz jumada. Raslan. Royum Najab östürvetdinglar. Men texi özemni bek tez qirib ketdim deb o'ylayman. Yo'q, adam. Men bunda qarsam, men chiroyingizdan, burun Ra'noning to'yidagi shu vaqtlar yana bor. Azroq hamda kino uchun samirvapsiz, lekin o'riqlagan vaqtingiz yana shu o'xshaydi mencha bo'lgan vaqtda. Cho'ng bir o'zgarishlar yo'q. O'riqlashqim ustop ketdim. Billa o'riqlayli bu da. Ma'qulida. Unda bo'lsa, oldidan shu ekran oldidagi o'zingizning mastonlariga, ko'rmallaringizga programmaning 5 yildan bir deydigan bir gaplaringiz bormi, yo'qmi? Bor, bekchiq. Unda biz bir Meni fursat qo'llagan, mening kinolarim yaratgan obrazlarimni yaxshi ko'rib, meni seg'inib, mening barcha turmushimga qiziqib, mening izdergimni qilib o'tayotgan tomoshabin do'stlarim, hammanglarga mendan seg'inib salom. Rahmat eda, bizdan seg'inib salom sizga-da. Sizlarning meni seg'inib, yaxshi ko'rib, mishaga mush sahnaga taklif qilganinglardan men xush. Rahmat eda. Oldilar unda bo'lsa o'ltirish taklif etay, qolgan gaplarni oldirmay paranglashimiz eda. Bo'ldi. Siz mushu programmamiz orqali sizni ko'ramiz deb rost o'ylamabdi ekanmiz, lekin rostlam hayajonlandim. Shaxsan men mushu eng oldi bilan so'rab baqsam sizdan. Nurg'un ko'rmalarimiz biladi. Ba'zan ko'rmalarimiz balkim sizning shu ashu koni unutilmas filmlarimizdan ashu artist bo'lmagan qizda ko'rgan bo'lishi mumkin, ko'rib tonigan bo'lishi mumkin. Yana ba'zanlari Ra'noning to'yida ko'rib tonigan bo'lishi mumkin. Yana ba'zanlari Sohib Jamolning o'limi, yana ba'zanlari u, yana ba'zanlari bu. Demak, kinoringiz bahchi qadar siz rol olgan. Hozircha men bunda o'ylab baqsam shu 100 dan ortiq rollarni ap bo'ldingizga deyman. Bosh rol. Shunday bo'ldi. Bosh rol. Bizning Şinjanning kinolari, andikin ishkir o'lkalarning kinolari hammasi qo'shilib shu yerga berib qoldi. Chunki men Şinjan doirasida to'xtab qolmay ishkirning qanday rollari bo'lsa, amal boylik o'zimga tushilgan rol bo'lsa, qabul qilib obrazni yaratib verdim. Masalan, Ra'noning to'y birinchisi. Tunji rolunuz şunu? 16 yaş şu vaqtida. Ertusumaydigan qiz ikkisini bir yilda ishlagan. Birsi Ra'noning to'yini 1-oyda boshladi, 5-oyda tugidi, ulapli 6-oydan 11-oygacha Ertusumaydigan qizni ishladi. 1 yilda 2 kino. Bo'lgan shu yillarda biz 1 yilda 2 obraz yaratdik. Hada bilgimga o'tdi, siz qanday tanlanib qolgan shu filmlarning bosh rolini qilgan? Men o'zim usul o'qigan. Dastlabda balet o'rgangan, keyin Uyg'ur usuli o'rgandim. Sanat shu yanda o'qib, shu maktabning o'zida o'qituvchi bo'lib qolgan. Tishim og'riydi-chi, mening tishim yaxshi emas. Hozirgacha bu oppoq tug'an bilan og'iz tishlarimning hammasi bek ajizlashib ketgan. Shu vaqtning o'zida tishim og'riydi. Mana tishimni davolatman deb ikkinchi doktorxonaga bir zamas qiladigan ketyapsam, bir ayol, "Ey Gunyang, tingsha" dedi. U vaqtda men Xansuchidan yaxshi emas, men Uyg'urcha o'qigan. O'zim Keriya naisi tug'ilgan, Xotanning 10 yosh kichik Keriya naisida tug'ildim. Xotan Koreyada. Keriyadan. Keliq ballabama men arasida. Uyg'urcha o'qiganman ki Xansuchidan toz yaxshi emasdim-da, qardim gaqimidim. Yaqimning tingsha dedi. Necha yoshim? Mingza dedi. İsmimni so'rayapsiz dedim, men Mehrigul dedim. Nadasan dedi. Endi bir Uyg'ur balaga tarjima qilib maqsadini tushundim. So'ng bilan sen mashinamga chiqadi, unumudim. Harbiychi bir jip mashinalari bo'lgan shu davrlarda. Shu mashinga men unumayman, u tatidi. Oxiranki men yig'ladim u yerda. Bala o'g'ri o'xshaydi deb qolibsiz. Yig'lasam shuning bilan bu meningmish, Ra'noyimmish shu. Tashuvda Ra'no dedi. Tishim og'rib tursa u yerda. U gapni toz timaydi onun ustiga. Shuninglar oxiri meni ma'qulga keltirib, shu hozirgi Tangritog' kino studiyasiga, yo'g'on bir shoyimpongning ichiga artistlar o'tibga shu yerga opadi. U yerga borganda mening ismimni qilishcha tugab ketdi nurg'un artistlar. Opamning rolini o'ynagan Aysham Kerem. Mush hozir aprelda Firdavska Shotgul rahmatlik bor, Shotgul shu vaqtda chiroyli qiz dinay, hammasini tanlab, bekitib, mashq qilib ekan shu ssenariy bo'yicha. Vaqtida mening chochlarim, shu turqum, hamma nimam shu Ra'noning to'yi degan shu obrazdagi shular. Hech qanday o'zgarish yo'q. Hatta girimmi qilmagan. Zaldan kirsamlam, shu ismni qilishcha Aprildam bilan, hozir April opam deyman, men o'zimning opamdaklar bir hurmat qilma, April
apayni. Ayşem Kerem apay ikkisi mustaq qaqıqın. "Voy, Ra'naning o'zi bu" dedi. Demak, shu kitobni ular ko'rgan, ko'z oldiga shundaq bir obraz kelgan-kanda. "Voy, Ra'naning o'zi bu" dedi. Shunlar Davyan Muhansochi mana bu Ra'na Layla dedi. Shuninglarlam ilk rolga men bekitilib ketdim u yerda o'zim ashili qudulam. Andan keyin u film kelishni boshlagandimi, rejissorning menga bergan talabi, "Sen shu uzangni o'yna, faqat yasalmalik qilma, doğrama. Sen shu uzang qanday qilsang, shu tabiating bilanlam shu dialogni shundala desang bo'ldi" dedi. Birdan bir men ism qilishcha men azroq ilk yasalmalik qilgan yerim Yasin bilan ilk ko'rikning qishida tatinib yerimni azroq yasadim, chunki men vaqtida hech qanday qilqi muhabbatlashib, o'g'illar bilan aralashib qilgan tarixim yo'q. Bir kunbayda men bilmayman o o'g'il bolalar bilan qanday bo'ldi, ilk hissiyotlar tushunmayman. Men oppoqli bir qog'oz vaqtida. Shu faqat hamda o'zimcha qizlar hamda o'zining yaxshi ko'rgan yigitining qishiq kelganda tatinga o'xshaydi, shuni bir qilgan. Qisam rejissor shunlar sen yasalmalik bo'lib qoldi, yana bir kelayli, tabiirak qil. Bir el yaxshi ko'rgan yigitingdan azroq tatinsangli bo'ldi, ilqsam taqib ketding dedi. Qayta oldi, voy yaxshi bo'ldi dedi. Ashta qilib aktyorliknim toza bilib bilmay, üzemninglar tabiatim, mengishim, usullarim, o'tirishim, yig'lashlarim shu üzemli bo'libla u kino tugab qoldi. Unda bo'lsa-da siz hozir ash kinoni ko'rsangiz nurg'un kamchiliklarni bayqaydi ekansizda. Voy, bekchiq iyib topaman. Men shuncha jiq obraz yaratibdim. Aktyorlik kasbi, san'at kasbi degan bir armon kasb. Mening bolalarım shuningda o'qidi, mush kasbni. Yo'ldoshim shuningda biz bir oila kishilar kinochi bo'lib qoldik hozir. Kinochilar deydi bizni. Lekin mush armondilam. Ashan ayni vaqtda mundaq qilasam bo'pti ekan. Dialogni mundaq desam bo'pti ekan. Endi hozir degan jiq tajribaga ega bo'ldik. Men jiq o'rgandim bu to'g'riliq. Jiq kitob materiallarni ko'rib nazariya jihatdan shunchalik ishib ketgan vaqtimda mana endi hozir ilk aktyorlikdagi dialogning ritmi, masalan, jezo, hissiyotdagi bir xil bu faaliydaymiz urg'ib chiqadigan yerlari deganni endi tushundik. Vaqt bilmaydik. Endi o'tirib, oyat daq chiqadigan ekan to'q. Texim yaxshi chiqar ekan deyman, lekin shunchalik o'zimga tasalli topadiganim shu kinolarni, shu obrazlarni xalqim hozirgacha qadrlab keldi. To'g'ri. Bu mening baxtim. Demak, unda bu siz shu Ra'naning to'yidan keyin yo'llaringiz yechilib ketdi. Yo'llarim ichilib ketdi. Artishmaydigan qizni tugatgan vaqtida mamlakat bo'yicha tunji qitim Bayhua Jinjijiang, Zhujian Yuanyuanga tanlandim men. Liu Xiaoqing, Si Qinggaowa, mushu cho'ng cho'lponlar ayni vaqtda ular mushu yosh shundoq ko'z ko'ringan Gongshu, masalan, artistlar mamlakatdagi shu cho'lponlar bilan bir sahnaga chiqib mukofotlandik. Zhujian Yuanyuan 8 navbatlik Jinji Bayhuajiangda. Shu vaqtlar ko'rgan vaqtimdan bek chiroyli ekansiz to'g'ri davrlar. Vaqtlarda girim yo'q, bolam bizning u girim yo'q. U biz men masalan Ra'naning to'yi bilan artishmaydigan qizni bir chechimni kesgan bo'ldi, artishmaydigan Ra'naning to'yi o'zimning checha shu. Chassag'am emas. Hammamiz tabiiy, undaq yumaloq moyvuladigan Shuhuagao deb ustida xitva, ping yinchimi xitva. U endi mundal bir paqirtadigan moy qo'llarimizga, yuzimizga yerilib ketmasin deb Urumchibek so'qoq bo'lgandan keyin shu Shuhuagao surib oldik. U Urumchida suratga olgan kinoma? Urumchidim olgan, G'uljida olgan, Urumchining shu Nanshan Tianchi tarafda jiqroq olgan. Birinchi oyda boshlagan emasmi filmni? Qo'llarimiz so'qoqda yerilib ketib, yozliq kiyimni kiyib dir-dir titrab, Shuhuagao'ni surib olatdik. Demak, endi shu vaqtlarda girimni tuzuq qilmay o'ynagan rollar u. Endi hozirgi kinolarda degan girim shunday yaxshi bo'lib ketdi, xil narsalar bilan, har xil amallar bilan degan ekranga to'g'ri chiroyli chiqirdi. U davrlarda shu tabiatimiz bilan obrazlarni shunday yaratgan. Hozir endi obraz jiq tanlamaydi, odamlarni jiq tanlamay, shu bir odamni shu obrazga yaqinlashtirdi girim orqali. Lekin u vaqtlarda tanlaydi. Ma'vu munda odam bo'lish kerak. deb turib tanlaydi. Farq shu yerdan bo'lyapti. Lekin tabiati bilan obrazga yaqinlashganlarni tanlaydi. Hozir hamda aktyorlarni akilib davlat tilida desak, Zhaoxing Shoji Shilava hozir obrazni loyihalaydigan. Grim, masalan, Toutao, har xil narsalar bilan obrazga yaqinlashtirdi. U vaqtda kitobni ko'riblam, butun ko'chada artist izlab obrazga tushadigan odam topdi. Shu farq.
Анткин бу hikoya qurulmadimi u davrlarda shu xalq turmushining eng negizlik yerini sug'urib elib hikoyalashtirgan bo'lgan ekan, u xalq turmushiga, xalqning tabiatiga yaqinlashgan hikoyalar bo'lgan ekan. Yasalmılıqlar. Yasalmılıqlar yo'q. Nayt tabiida, rol o'ynash emas, artistlardimi. Men u vaqtda degan, hamda usulni bitdagan be kichik so'yma. O'zimning tabiati bilan u aktyorlik beden hareketleri deganini bilmayman. Artist olmaydigan qizga kelganda azroq o'rgandim. Azroq menda tajriba bo'ldi. Shu vaqtlarda o'zimning his qilganimmi Ra'no bir obraz, Mayra bir obraz. Hargiz Mayraning obraz yaratishida men Ra'noning izini Ra'noning qoldig'ini epmansam bo'lmaydi degan ong menda bor. Shunlashqa artist olmaydigan qizda Mayraning rolini olganda men bek tirishqan. Siz unda bo'lsa haqiqiy rolni shu artist bo'lmagan qizdan boshlab Ra'noning to'yida o'zim tabiatim shunda xarakterim bir nuqtaga bak qiziqaman qaraman. So'raverayman. So'rang. Shu vaqtda ash kinoga nech pul bergan sizga? Pul bergan? Bekorlik chiqqanmi? Bekor. U vaqtda artistlarga pul bergan ish yo'q. Maaş almaz emasmi hukumatdan? Men yeni xizmatga o'rinlashgan san'at maktab u vaqtda 3 yillik Jongranni bitirib, usul balet kasbida shu san'at maktab o'zida 14 yoshimda o'qituvchi bo'lib qolib qolganman. Vavalovshi deydi butun adam. Hozirgacha vavalovshi deydi shu o'qituvchilarim meni. Ismimni bilmaydi. Nurg'un o'qituvchilarim bor, mening hayot ular ba'zi 80 yosh, 90 yosh, ashunaq yoshda bo'lib ketdi. Ko'rishib qolsak, vavalovshi deydi. Vavalovshi deb laqam bo'lib qolgan menga. 14 yoshda o'qituvchi bo'lgan. Dastlabki maoshim 50 ko'y chiqdi. Ra'noning to'yida bir 20 ko'y pulni rolni bek yaxshi o'ynadim. Mening arzuyim bo'yicha, mening kallamdagi obraz bo'yicha yaratib berdim shu rolni deb doyan 20 ko'y pul bergan menga. Men shokolad qamraqdim. Shuning istik samri men deyman. Beribli shu ayni vaqtda bir shokoladlar bo'lgan shunda qimmatli. 20 ko'yning hammaga shokolad deb yeganman. Keyin artsumaydigan qizda uningdimi pul bergan esimda yo'q. Soyib Jamolning o'limiga kelganda davr biroz o'zgardi. Kino sohasida biroz o'zgarishlar bo'lib, hukumatning yangi tuzumlari chiqib, Soyib Jamolning o'limiga kelganda bir 5000 ko'ydak pul beribdi. Xeli cho'ng pulda. U 5000 ko'y shu davrda degan hozirgi bir 10 ko'yning rolini o'ynamdim deyman, ish qilib pulning xil qimmati va vaqtlar. Opam bilan dadam qishiq berib, shu tunji qetdim, esimni qilishcha opamning oldida men pul topdim. Deb 5000 ko'yni qo'ysam, opam yig'lab ketgan. Oxir beribdi sana. Bolam mening qizim pul tepib, topgan puliga kiyim kiymay, mening oldimda qo'ydi debmish bir kun yig'lagan opam. Voy opam men yana topama, yana rol o'ynasam yana pul berdi. Men hamma akab sana berma opa unda yig'lama deb, lekin bizning uyning iqtisod ahvoli yaxshi. Shundadimi opam shunda bir ta'sirini tutgan. Opam o'zi adabiyot o'qigan ayol, Xotanspan shu yerninki adabiyot o'qituvchisi shu vaqtlarda. Ota-onangizmi san'at sohasida emasmi? Yo'q. Mening dadam doktor, tibib, Uyg'ur tibobatchiligini mutaxassis. Opam o'qituvchi. Men aslida bir ziyoli oilasida cho'ng bo'lgan. Mendan boshqa hozirgacha bizning avlodimizda artist yo'q. Ikki o'g'limmi dod kasbini o'qidi, kino rejissyorligini. Men birlaim hozir butun avlodimiz bo'yicha mush ishni qilayotgan. Unda balliq vaqtlaringiz uchun nalarda o'qigan? Xotanda o'qiganmi? Men boshlang'ichni Xotanda o'qigan. O'rta maktabga chiqadigan yili sana shu yangi tanlab akel. U vaqtda imtihon bermaydi, tanlab akeldi. Shu sinfda o'qivasaq 3-4 o'qituvchi kirib o'rningizdan turing dedi. O'rnimdan turdim, juring deb qo'limni yetlab chiqib ayrim bir ishxonaga akirib ishtanni seling al degan yig'ladim. Asan yig'laydim men. Yig'lang'im etdimki, yig'ladim bu ishtanni nimish qilsalman deb. Şunolay seling deb meliq appay ishtan serp mustaq kalt kosar bilan tug'zib putimni ko'tirib miyaga chiqdi. Puti yumshoqkan deb bilingizni eginga degandim, men tushunmayman desam bilimni tutib turdi. Shappi degan tutib tursam, "Oy, ma qizning yumshoqligini" dedi. Shunlarlam keyin uqtirishni avatibdi. Avatsa dadam meni doktor qilmay shu yerlarda o'qitman desa, men menga uqtirish kelib qolgan ekan, tiqib yuribdi. Men o'qimayman. Bir kuni kashda mening hayotim artistmaydigan qiz ozroq o'xshab ketdi. Kashda uxlavassam, men uxlab qoldi deb o'yladi opam bilan dadam. Qanday qilmiz? Avatamdoq. Ham tayyor tanlabdi. Avatayli bo'lmasa, dedi opam. Dadam, "Voy buni men doktor qilman degan tursam. Bu endi san'atchi ular, vaqt san'atchi deydi. San'atchi nada yurdi. Buning o'g'inish yaxshi tursa, deydi-da,
degan şu o'rnimdan sakrab qopaplı. Men barman. Men bardım deb turib oldim. Turib olsam dadam uyga solab qo'yib ishga ketdi atisi. O uyimizdə qorotdi. Bulcularning uylaridek öyletdi. O xotandan batdımda qapqıç var derizning. Derizning içi açımız. Qapqışımda iştəsək o qapqışım içildi. Şunlar o qapqışımda yeb qoyubdu. O deriznimdə içindən ilib qoyubdu. Qulub sesini unutub qapdı. İki qulub sep qoydu. Şunlar o deriznimdə içi açsam içildi. Qapqışımda iştəsəm içil ketdi. Şu derizni atlab düşüblam. Ha, ketdim mən o malımlarni qırıqlar. Dadam degan xapılab. Optuz çıkıp oturup aldım. Oturup alsam şununla okutucumuz hazır tükep gitti o malımımız. Abdursul malım da bir malımız. Wolfgang siz bunda çıkıvarsınız atanızga biz cevap veremeyimiz dedi. Yok ben bartmaya, ben bartmaya. Kotençilap, cahil de. Ben bartmaya, ürünçük bartmaya da oturup aldım. Sonra toxtan onda biz atanınız bilen bir alaqılışıp bakıldı. Birisini öyge evetipti. Apam kepti anandıkin. Somkılaq onu bunu qaçılaptı. Hem de bu bartmı dep. Aptuzga çıkıp olturup ağan tutsa hem de bunu düşəgilomı basına meyledi. Özünüz kızıqı degensiz-də usulğa. Kızıqqınımdan bilmeyme. Hem de şu vaqtda şu Ürümçiga hem de bir sənət məktəb degenge tallanıptı mə. Degenli nəsi var? Ben tallanğan tutsam. Men nimiz evetmeysizler. Men tallanmagan bolsam meyli barmay. Men tallangan tutsam men bartdım. Men bartdım dep. Aşındaq cahillik qılıp kelgen. Ben püşaymanımı qıldım kelip o atandan ayrılgan kiçik vaqtda degen hamda şu 11 yaşqım kirmegen vaqtlar tutsa. Üzemning çiçim bek chiqdi. Çiçimnim tarayamaydım. Asta-asta turmuşunun ki o yataqda yatqandiken həmişini ügün dikemiz. Bir jildan keyin ta'tilda bağa vaqtim əmdi barmağın toxtu biling balam. Qayta otur məktəbni oqub Yeşöyange imtihan bering dedi. Arlıqdım işkilendim. Meylimi ya dedim lekin heliqi bir jil usul ügünüp boğan. Heliqi hissiyat men dərsdi yaxşı sınıfta. Malımlarım şunda yaxşı gördü. Maqul dedim, maqul qapqalay emese dedim. Lekin ta'til toşup Ürümçig mağılgan küllür jığlap oturup aldım. Astak abartmaya, okuyada da. Abi okuyada da 3 yıl degen tügeyde de. Oquşumda bütürüplam xotan sənət demek kelip işlay. Dep vədi qıp ketken. Şu oquş büttegəndiki yıl bıraklı mektep kep qaldı oqutquçılıqqa. O vaqtda deyilki xizmət təqsimat ba. Təqsimat bilen. Xizmət təqsimatım mektep kep qaldı oqutquçu dep. Şonlarınki dadam apam sənətçilikni qılmay, oqutquçuluq qılsın məyli dedi. Şunun bilen şu sənət mektepdə oqutquçu oldunuz. Bop ketdik. Keyin degan şu Ranaның toyuq tallanışı bilen bu aktyorluq yoluga menip ketip qaldım. Anılsam da 95-yili Bollywoodga beripsiz ha? 95-yil 11-ci ayda Bollywood Hindistan'a oquşqa bargan. Oquşqa berip şu 2 yıl okudum. Şu oturluqda Bollywooddan çaqırtdı. Çünki konsulda bütün kinolarımız Jungu konsulda bizning oquşqa bargandan keyinki materiallarimizni Bollywoodda bir ko'rib qaptı. Ko'rib qilib ular çaqırtdı. Çaqırtıp Jungu konsuldan işkeylen meni billa appa deb uyega. Shahru Amir Khan. Bularning bu Palit vaka Kamanida bir çoğ bir Bollywoodning bir zal vaka bizning xalq teatrida. Keyin shu yerda qarsak, Ranaның to'yi Jungu asaliq millatlar film qatarda tanlanib qo'yilgan ekan. O meni sahnaga chiqarib, mushu Ranaның rolini olgan artist deb tanishtirib qo'yib, ben olqishga erishib ketdim u yerda. Baş çoğun çolpalarının hamısı var mı? Hamısı var. Maduri, Shahru, aşlab düşkən rəsmlərim var. Hazırım saxlavatdım mən. Anandan keyin Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan aştruşisi aşlarının ki kinonisinin ki şu vaxtdan yaş vaxtı. Meni keyin uyada ular texi Amitabh Bachchanның ayalıq oxşitib ketdi, oxşaydı kəbək, bək oxşaydı kənsizlər deb. Görüşdüm, bir rəsm düşdü. Junguluq artist. Dep bu yerdə bir xatir bo'lib qoldi da. Özümgün bir ilham bo'ldi. Keyin ular hamkorlashib kino ishlayli degan vaqtida keyin nurg'un ishlar unda bo'lmay qoldi. Demek eşedimi usulda okudunuzmu da? Usul rejissorligida. Rejissorligida? Ha, usul rejissorligida o'qigan. Hada unda biz Sherzodkam to'g'riliq bir savolchi. Sizlar qanday tanishib qolgan? Hey, bularni demdoq. Sherzodkanlar bilan tanishgan bak qiziq bir hikoya var menda ya. Mushu artsumaydigan qizni o'ynab tugitib, kep bir yozda Ardochodan mangdim mush Namin tarafga. Bayxogungsi deb yo'g'on
bir magazin bulduğan. Ardoçodikisi Ardoço Bayxogunsu hazır ornu bağı onu qayta yeniləb saldı. Nəmin tərəfdə Bayxogunsu dep yana bir çoğ bir magazin bulduğan. Onun içindəmiş qızlarının paypaq deyimiz, iç kiyim, nayt, umdan nəstir buldu. Mən Ardoçodun aşaq mangdım, aş Bayxogunsuğa barmaqçı. Paypaq alıpdım. Ardoçodun mənim sənşxanızğa yıqılaş qalxdım. Keynimdim da diqqət qısam bir əgiş. Uaqlardan cıq balla yaşlar. Cıq əgiş mağıtdı. Müstaqil talağı çıxsam cıq adam keynimdim mağıtdı. Bəxtlik vaxt. Bəziləri toxtab gəp sorsa paransıb qoytdım mən o özəmil qaqavırlıq qılışını yaxşı görməyəm. Keynimdə birisi zad yaqın mağdı. Toxtsam toxtaydı mən his qılmam da keynim qarab qoyma çırayliq. Kilişkən. Müş hazırqı siz İrşad oğlumunu görgən qo. Oş oğlumның turqı mana. İrşad dadısınınki kupisi. Şundaq kilişkən özü. Bir жүргім сәп кетті. Әмді. Шunda тәмтірдім деп жүргім салдым адамды. Яғараслаттым да пайпақын тешіғі ейіп қойып дикем да бір жоздың үстіге. Да пайпақын көген болыпым да. Қарайма. Қарсамыш да қарап тұрды өз шunda келішкен бірісі. Мода. Киімлерім уақытымда лабаку кийдіған вақытта. Лабаку шunda мода. Уақытта онда мода балам жық емес. Сонларын қысам пайпақның пулын мен төләп берейді дейді. Гәптім да қарап уақытыды мен мелік жол балығымны. Рәна деп жүрген вақылыр болған кен. Немдеп сіз төләйттіңіз, менің пулым ба өзім төләйме? Десем шаңы мәәп берейді жұмыш пайпақны деді. Қарды мен қарап сәтлігіні деп сәтлігіні деген немі деп дедім өзімі білмейме азыр. Десем мен сәт мекен мә деді. Дегенде әйнәк gibi қарап келің Deplam memnunluk. Hakavur özemçiden tak 5 koyun taşlap kaldım. Şu vaxt onu tuncu görüşken. Tuncu ettim görüşkünümüz. Ben ki o unut gitiptim o işlerini. Ma Sahip Cemal'ın ölüm degen filmde işkimiz bir bu görüptü bulup kaldık. Ula değişen pütürüp, kaytıp kep, Tanrıtağ kinosu disk oruluşup. Tuncu ettim. Ressam bulup aşo filmge çıkkan. Bir görüptü bulup kaldık. Sonlaylık Kuhaçobingen, hazır Kuhaçobingen jığdı bütün artistlerin. Nah koridorga çıksam, bir kızның әмдім да, фыңиесінің пидейі түшіп қапты кен, пидейінің еліп, ма пидейіңіз түшіп қалды, деп елі қызғымдақ беріп, бір қыл, найт, яқшы ішкісі. Шындақ мехрибаллық білән ішкістігемді параңылышып, қыған тыл коридордымыз қарап тұрып, örülüp yatağım kırketim. Bu ikinci qetim görüşüm. Ben özüm neymiş şunda qığınım bilmeyim. Kırlap kapsız da. Özü içidigen yattaq kırp digen özüm bilen özüm terkip digen xapolap. Kincim, nim dep xapolayım onun ya ismini bilmesem. Bu balını aşı nəmində bir kögənçi bir paypaqlı vaqası. Deyme lekin özümçi bir oçğım kildi deyil qız balığı da yaqınçılıq qılıp na pidaylarını oşap qıp qoyğunu göz aldımdan ketmeydi. Keyin bir kunlarda aylıqı Çali Quşi degan bir kitapni götürüp men yatığım kiripti. Men kitap görüşkə amraq. Birdən bir yaxşı gördügan işim kitap görüş. Şu siz kitap görüşkə amraq ekansiz, ma kitapni o'qiganmi deydi. Ne ekan o'qib necha qitim o'qib bo'lgan o kitapni. Sen men otaq optikanman deydi. Ha dedim. Bek iş vapsız. Bek akavırlık dikemmen. Ta hazırgacha biz Shirzatkanlarla soquşanmaymiz ikimiz. Şöyle gep talışıp jang ta soquşup ketgan, buğuşup ketgan ya kep qalganda Shirzatkan eynekki bir qarap baqaymı? Külüydim hemen. Külgüm kep ketdi şu vaqtda eynekki bir qarap kelin adep. Hazırgacha yüzümge saldı. Soquşup ketdigan işimiz tugaydi. Şu bir külkü bilen ahırlaşıdı. Şundaq bir vaqadan keyin aş görüpdi bilip qaldık, keyin kitap berdi. Şunundan başlandı. Şunu yürek saldırgan boldu. Yürek sep putla titreydi de Shirzat yok. Nechinchi yil to'y qildinglar da? Biz 86 to'y qildik. 82 yili Ertusumaydigan qiz o'ynab bo'lganda. 83 yıl tanıştık. 83, 84, 85, 86. 4 yıl içinde ben maqul dep bakmagan. İttifaq teatrda bir kino gördüm. Çırak eniştim burun ben kirib almam, siz kirmang deyman. Vaqtımda ben maqul demigen. Kirmang deyman, ben kirmang. Kirib qarang'uda o'tirib almay kino boshlanib çırak öçüdü bu kırdımda öyle. Kırk kışında oturanda ilki ent diyen xat çıkıdı. Tügüde Zaycan diyen xat çıkışını alıp çıkıttım. Men talaq çıkıp durum deyman. Bu çıkıdı. Qarsılık çırak yanğandı, men yalnız oturup kögen. Men aqıdan çıkıman. O andaq yadmağıdı, men mındaq yadmağım. Yabımız men aldığı ötüp alma bu keynimden mağıdı. Astaqıl meni hep sanat mektep ekep koydu yataqqa. Aşındaq ötdi bu davr.
Keyin o'zi ota-onamga bir ko'kistay, ota-onamning oldiga bir apray deganda men gap qilmayli xotan ketdim. Bir 15 kunlik damlashyapti. Xotan kessam bir kuni qorod o'ttasaq, dadam taz o'tdan yeriyotgan kebab sep bermen deb. Long bir kiriyotdi. Uni oldida Shirzatganlar degan uzun chochimda qizil to'shinglar bilan chechin bog'lab oldi. Do chichivam, do labakulan kiyib uzun chopan hammer yanchoq. Onda yurdigan adam kostyum burilgan kiyib xuddi sizdek. Kostyum choshgan qisqa, soqollari miyada bitettal, uzun soqollari var vaqtida beyna. Ajoyib bir g'ayri yurdigan odamdi. Şunlar boşu bir turq oppoq soqollarni opdi, chosh degan qisqa, galastikni taqab, kostyum burilgan kiyib, yo'g'on somka birini ko'tarib long kiryotdi. Kimdi o deb qo'rsam, miyatga mingdan tonib olman. Bu odamchi, bu tashqi obraz, bu kiyim bilan ajoyib o'zgardi ekan. Miyatga mingdan qarsam Shirzat, "Uyeli" dedim. Part qilib qochdim. Ishga kirib oldim. U vaqtlarda degan bizning uyda u opamning do'stlarining bolalari jiq odamlarni o'ylashib bular menga to'yimni ishtik qiyitdiganga tayyorib opamni nachin tepibdi, dadam nachisini o'qishibdi. Jiq odamlar bor u uylarda, jiq elchilar bor. Ashta bir bo'lib ketibdi ekan. Voy jon, beshim og'rib. Men unda aldirab to'y qilmayman apa desam, yo'q to'xtab turing bek, nomingiz ketdi. Qiz olgan ishtik agi berib atmasak, gap chiqdi oqistin. Bunda nomingiz bilan har xil gap chiqsa qanday qilibman men? Onam bir xotirjam bo'lay deb unmaydi opam. Beshim uchoq olib ket, qanday qilsam bo'ladi deb shu g'amda qolgan vaqtlarim. Long kirgan chuch ketib, qichib, ichiga ko'y kirib, eshikdan marab tursam, men sizga kiyog'il kelgan. Men bilmadaydi dadamga. Degan tili dadam ilqit paltu udan chanav. Qarang'ida paltsiya tushib ketdi. Keling bolam, keling. Marhamat, uy kiring dedi. Ondan opamga g'achit poloq tayyorlik qilinglar, men kebabni pishiray deb bir damdishk oldirashib ketdi. Bu meni izdaydi. Men u yerda marab turma, ikkimiz o'sha jiroqdan qarshi polo pishgan vaqtida men ichidan chiqdim. Opam baldu desongiz olmamda, yigitni topdim-da. Adashlarımның aldida men deytman, men hamda nurg'un adashlarımның o'g'alganlarini men kiyo'g'il qilaman deb men o'ltursam, men hamda tiplapsga yayna deb qo'ymay deydi. Voy toptanin qilib ket bu opam. Unda desam ishonmaydi, bunda desam ishonmaydi. Dadam shuni menga yarab ketdi. O'g'algaman yigit. Manda olmamda o'g'alval degan. O meni qilib жүрген balla xo'sham yo'q mening balam. Hozirgacha ishonsangiz, dadam Shirzatni Shirzat demaydi. Shirzat balamni qo'shmay demaydi da. Bütün maslahat har qandoq bizning oilaning ishlarimiz to'xtab turinglar, cho'nki yo'g'alayada. Shirzat balam bilan bir maslahatlashayli deb mushtoq ko'tirib joyga keldi. 35 yil bo'ldi-da. Hozirgacha keldik. Nevr ko'rdik mana hozir. Nevram 6 yosh kirdi cho'ngay. Rahmat eda, rahmat. Endi bu programmamizdan keyin muqim so'rilgan bir 8 savol bor. Endi kelayki bosqichga o'tib ketdik. Javob bera olaman. Birinchi savol, siz bu yil qancha yosh degan savolni abay deb bo'ldingiz. Devatdim men abay uni. 55 kirdim, yeshimni yoshirmayman. Ikkinchisi, siz qancha yil to'y qilgan yo'ldoshingiz va farzandingiz to'g'ri so'zlab berib Uni devatdim. Uchinchisi, siz kino suratga ilayotganda bo'lgan ma'lum qiziqarli ishdan birini so'zlab bering deydi. Biz Xotanning hikoyasida bir kino ishildik. Xotanda. Ma Abliz bag'o hozir Amongulning yo'ldoshi Abliz mening to'y qilgan yigitimning rolini o'ynadi. O Abliz mendan jiq kichik. Bizning inilarimiz ular. U men yeshim cho'ng, u mening yigitimning rolini o'ynadi. Bir kechida ikkimiz uchrashib, o'g'irliqchi ota-onamizdan. Daq merimga bir suyab qo'ydigan bir ko'rinishni davyan qo'shdi. Svariyat yo'q. Shirzatganlar bor naq maydonda. Rassam loyihalaydi ham Fudaviyen aş kinonunki. Ben oylamaptım hem. Ben degen aktör. Obraz yaratışım birinci. Başkını oylamaptım ben. Taz rolunu aldığanda ablası tazaşım. Ten de bir stolap. Davya özüm çocuğum kettir hiç sorma. Shirzatmışda turuptu. Foto senin mi mening mi? Dep Davyanga olduk yaptı. Davyan degenden çıray degen aş rejissorning bak oqirib ketgini faqat ko'z oldimdan ketmaydi. Ne shimisa degandi loposhni yedi shu odam. Turibdi. Shuni Davyan sen Beijingda o'shan o'qigan bir
rejissorlikqa taraqqiy qilayotgan bir odam mushunchalik rolni qabul qilamsan, sen nimanga rejissorlik qilsa? Aktyor tursa buning shaxsiy mulking emas-da bo'lsa, yo'q, u degan mening lopo. Mening lopo degan. Men qilsin deganni qiladi, qilmasin deganni qilsa, bo'lmaydi deb olmishdi. Qo'limizda butun odam degan xir kulib mush naq maydon degan bir qaynab ketdi. Men qochadigan yer topolmay, oxiri birsin qo'roz ishlagan bir o'tonxonasi ekan. U o'tonxonasi kirib oldi shu ichiga. U o'tonxonning 20 yillik to'xoning qatlikada. Voyene, oshni kirib oldim. Endi u xijilchilik degan bir umr unutib qolmaydigan bir hissiyat u. Shuning bilan yilda u 89-yili. Xotanning hikoyasi to'rda bor. Shuning bilan rejissor shu qo'q ketib o'zgartayli deb tumshqin tanglasa men ishtikli qulam bilan bundoq to'silibla ma yuziga surilib qolgan qorni astama yengam bilan mehribanlik bilan aytadigan o'zgartib berdi. Shu bir night back endi butun Tangirtog kino studiyasining xizmatchilari bulamdi, artistlar bulamdi. Voy, Shirzod ajoyib mijoz va deb ehtiyot qiladi. Hammasi bilib ketgan bir vaqa bo'lib qolgan shu. Lekin Shirzod kanlardan so'rasa, "Nada unda bo'lgan?" deb turib oldi. Unda men keyingi yutib ketdim. Sizning eng yaxshi ko'radigan artistingiz kim o? Yaxshi ko'rmaydiganlaringiz-chi? Eng yaxshi ko'radigan artist April Appay. April opam deyman hozir men. Biz hammaylar yaxshi ko'ramiz. Burun men April Appay deydim. Yaqinda opam tugab ketib, April Appay menga nayt oniliqni yetkizdi. Shunlashqa men April Appa deydigan bo'ldim hozir. Men April Appayning ikki tarafini yaxshi ko'raman. Birsi April Appay bir ayol, bir ona. Buni faqat tashlab etmagan. Men aktyor deb oilasini tashib deb, igizyaga chiqib olib, oilasi vayrona unda emas. Men bu tarafini cho'qinma desam bo'ladi. Men shu April Appayni do'rab, ona bo'lib, ayol bo'lib, oilamni yaxshi tutib, axloq jihatdan diqqat qilib, ikki bolamni yaxshi tarbiyalab, yo'ldoshimning kasbini qo'llab, ham o'zimni kasbdan qolib qolmay, ash April Appayni ulgu qilganman o'zimga. Bu tarbiya. Yana bir tarbiya o'zining madaniyat saviyasini mukammallashtirma April Appay mening nazarimda shunchalik yaxshi qilgan. Masalan, ssenariy yozdi, itotlarning nurg'unlarini April Appay o'zi yozdi, u kitob ko'rdi, o'rganadi, to'xtamay o'zini to'liqlaydi. Men mush tarpini men April Appaydan o'rgangan. Men hozir shu yo'lga men og'liqman. Bir qasam kitob ko'rman, o'ynab ayda o'tirashmaydi choy. Undaq odatni turg'izamidim, o'zim ko'namidim. Cho'lpan keldi programmamiz nomidan April appamizga hurmat bildiramiz. April appa ömrünüz uzun bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat eda unda keyingisiga o'tib ketdim. Siz katta bir ayol cho'lpan bo'lish suhbatingiz bilan hozirgi yosh artistlar deydiganlaringiz bormi? Qabul qilamo desam. Qabul qildim. Qilmasam. Quloq keslaydi. Quloq deyish kerak. Men deydigan bir gapim bor. Mayli qabul qilsin, mayli qabul qilmasin men deya. Yaxshi aktyor bo'lish uchun bir tal obrazni yaratib qo'yib, osmon falak mingshing ulab qilib ketsak bo'lmaydi. Bu aktyorlik hayotimiz degan birli obraz bilan biz cho'lpan bo'ldigan hayot emas. Men shunda demoqchi. Ba'zi mening o'zimning o'quvchilarim ba'zilari noyatlam qazinib ketdi, voy, vanxon olib ketdi, to'rdi degan bular bek qip-qizil olib ketdi, lekin menga yaxshimi sapay. Qip-o'tib ketgan bo'lib qolgandan keyin qarab, men ashta xiyolga kelib qoldim. Eng oldi bilan odam bo'lali. Oldida yaxshi odam bo'lib, ankin yaxshi ishni qilayli. Xansuchi desam, Shenzorin, Xuzoshar. Uyda ikki bolam, hatto Shirzod akangligimni deydiganim, umuman ta'kidlab turdi hozir. Didiyozorin, Gaudiyozoshar. Kamtar bo'lib, yaxshi uyg'unib, bilim saviyani mukammal to'liqlab, noch ishni qilali. Shunday bo'ldi. Ve işte balamğımı deydiğim. Muş gap turanızdan özüm o ekrandaki nurg'un ko'rinmalarga yaxshi darslik bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa eng oxirgisi 8-si bu savol emas. Naq maydonda Abay yaqi dedingizga da bizmo davlatlik birinchi darajali kino cho'lpani deb turib taklif qildik. Chunki siz shu yerga berib bo'lgan donliq bir ayol cho'lpanida. Biz hammaylar e'tirof qilamiz bu jihatdan. Endi shu naq maydonda shu rol elish talantingizni bir tayyorliksiz holatda bir ko'gili bo'lamdi. Rol o'ynab bersiz. Ne gerek? Çatak yok mu? Faqatlama. Çada yok. Undaz ma'lum bir temadan birini tanlablam. Shu top vakilishga masaj bermas. Çada yok. Qo'shimcha adam bo'lib. Bo'ldi. Andikin bir rol o'ynab baqayli. Ay, imtihon kanslarda menda. Onu bilgan bo'lsam kamaydi. Shurgimsam ketdi. Jiddiy
qildim hozir. Hammasi ya shu ko'rmalarimizni xo'shallik uchun emasmi? Mayli, tomoshabin do'stlarim roziligi uchun. Onda qiz boshlaylik-da. Ajada yo'q boshlaylik. Chopon geldi. Oy, ya maaşlık bu kosak şekli o çıkyan go. Apa? Apa yaxşımı? Ay, yaxşı da apa. Sen ma öyge kəmigili bir ay oldu deyme balam ha. Oy, şu hizmet aldıraşlık edigine, onun üstüge keçirici bar tuduğan. Bu yeydiğin azaq ne asbamı kosak ya, ma eçket. 3 gün bol diye bir tücek tamak yemegi diye bu kosakın açlığı. Sen bu öyge şu yigile. Kilise. Ya, Hey appa qanda ahvallan tünögün qanda turdun ornundan. Bir sağ salamet tudun deydiğin gap yok mu balam? Apa, hukuman senin tino salamet köndün. Bilip boldum, nimişki kəginini. Maaşını yetkizemedin. Pulun tügep qaldı. Ya apa, yetişti şu ma sel pavqıladı ahval okuman. Hey ötke aydı texi min koy verdim, min koy neketdi. Hep bankaşmışsam ya. Voy, keldin mi aka? Kela. Voy, yaxşımı? Voy, yo'qqa ketding ku. Oy, to'yini qilib, xotnib bersam o'zining uyini tutanmay. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi apa? Hoş Aliya bulmamda balam pulluk nur kaldım dep avap maaş yetmeyme aydı şu azraq bu apam. Hey men seni beqib cho'ng qipdim ha. Mushinchi ula to'yingni qilib öy tutib beribdim ha. Uyangni appadim. O'tgan oyda tek pul berdim. Hey bana bir nörkin elib kiygizish uyoq tutulsin. Xotnim nörk kiydi deb mendan pul so'radi. Qamay men deb uyang tutaman. Ya apam to'g'ri deydi bu. Uy appadi qara, menga hech nima appami texe. Sen az gap qil. Tünögün tek menden 2000 so'm alding. Pul aldı. Apa bu akamning ochiqni menda chiqamig'ini men sen pul so'ramadim ku. Balam, mening yeshim cho'ngib qoldi. Dadangli texi ketdi. Bu sizlar bundaq menden ko'lab ili versanglar bir yelik aldigan pulum qolmay qolsa. Pensiya maaşını xajlab bulanmaysa deyme o tuğan bulan. Pensiya maaşımni xajlab bulanmasam sana bermeyme. Sana berdigini berib boldim. Öyep berdim, xotnib berdim, ayrım uyang var. O'zingning maaşing o'zing yetkizsan. Ama ukanning to'yi var texi. Abi başlıqның qızın tep babdı. Bu xınımның toyluqı nereden çıkıdı texi? Qançılık toyluq alım hemen. Oy, eminning Ya bu aldırmışsın apa bu toy qılmayan da bu da kış tutsa bu. Qızma atasan. Qazgap qilasan. Ya bunun uyunun texi endi şufusunu töledik. Qazva her ayda töleydigan. Bu öz tölemem. Şunu nimini qılım hemen. Ayalı qıla apa. Aka ayalımga tegmeyme men ayalını alamam bundaq. Sen xotini öylep bunda yaqsan qanda bulsun? O'ylab qo'ymam sen. Ballar nima degan pispas vaqt barda deyman. Toy qizvatishdim. Sen bir qiz olib qolgan bo'lsangmi bitib qolvaqtimda be. Ya apa bo'ldi. Qo'yma japadi qoldi. Ya apa bo'ldi. Men ko'l beraman siz turakilarga aylanib chiqqan. Anga desang rasm. Apa menga qilay. Menga qilay apa. Menga qilay. Maash. Aka. Sen apamni bunda qiynab verme bulamda. Men to'y qilib bo'lgan bo'lsam, ma uyga pul so'rab emas, tamoqimni kammaytimi men. Men qiynayman, sen qiynaysan. Tamoq kamaydi. Ay tamoqim kamaymin shu oldiganni epib toshlikdan sen qolsang. Tamoqqa kelma apa chaqchaq qo'ydim. Seni qanday qildiki deb dapaqadim. Apa bol. Pul bermisa berma apa tamoq ichib bera mifam bo'lsin. Akamga azroq bir nasihat qilib qo'ydim. Aka o'ylab baqay, to'yingni qilib qo'ydi, uyingni appadi, ha? Ma bu ayoling tug'diki vaqtda butun chiqimning hammani mush apam qildi. Uning ustiga o ayolingning ota-onalari qanday ota-onaga ular ishni qilmandiki san, ha? Ya quvvatida qo'yga. Ya quvvatida deb sen apamlam qiynaydi ekansan deyman. Cho'p-cho'ng bir akshi bo'lgandan keyin bunda bir ishning yo'lini qilmamsa akasan ma. Biletdim. Zada shu kelsan pul so'rg'il kelsasan. Ma apam öldümü, tirikmi, qandaroq mijazi. Ma uyda nima kam, nimani qilib berma bir cho'ng o'g'al bo'lgandan bir gushkammi, unikammi. Bir to'liqlab akirpiray degan xiyolmi yo'q. Aç kilsa titrab pulni olsa yo'qab ketsa, bu uyga dastlab qo'ymaysa, men og'irsam üzem beqib, üzem dariyab, saqayib qolma. Qandami cho'ng qilgan balla bo'ldinglar. Yalıslarning davronlar yaxshigan chiqapa, 10 ko'chaga go'sh yerdigan. Ko'chaga saykirib bergan. Bu hozir bu 3-4 bin maaş yetmisa. Biz ma uyning chiqimi borda. Sen mendilla ilib xotning nimandaqmi bir pul xashlaydigan ayol o. Menga qilay apa. Filmning rangini ko'rmayman, hafta. Menga qilay apa. Menga qilay. Aka, ma opam tiq yaqinda ma zukam bo'lib qolib, og'rib, osmisa og'izib, mijoz toz yaxshi emas degina. Xuddi sen bir beshimda turib baqqandek. Men og'rib ketib zukam bo'lib qolgan. Sen nakatdang?
Darını mən əvətdim var. Darını köməyimə ağrıb qalğanda kirdin nəcigini bilməyimə təqə. Aldıq ütüamığı nə sən bu? 2 kilin oxşaş. Sən bu pulun tügəp gidib gəldin hazır mənim qışımğa. Bilsən bilmirsən. Məndə ba. Ha, bana ekləmsə akanğa birə. 70 koydak pul var. Hey, tünügün bəgəş kimin koyun? Birdəmdə 70 koy qıb gəldin ma? Vay apa. Qanaqa nima aldın onunğa? Ya yaş vaxtın boğan qo seniki muamında. Biz yaş vaxtımızda təcəşlik üdütdük. Məsələn 5 koyunu alsaq, ay 3 koyunu qıb gəb 2 koyunu xəşləydik. Bu sili 2000 koyunu tünügən bəsəm, bugün 70 koy qaldı desəm. Vay apa, mən sən oxşaş 10 min koy xəşləydiğə yəgəş 2000 Nima aldın? Nima aldın? Kompüterim buzulub qalğan deyə şu yazatqan. 2000 koy yasatdı. 1300 qanda kompüterkən o yer şarıq çıxan Ya, vay yingpən də bir nəsə düşənməysizlər, apa, amma yingpən. Yingpən mi, pingpən mi? Ne bu olsun imanç qimmətkə o? Vay qimmat şu aşnaz. Akam da yaxşı güman mən. Məni aç qoyapsılar. İşqinla aka ufka. Aş məni kolap yep, aş qurtup. Ya hemen qan səkəyəm ya da. Baldı ufkam 70 koyan basın berəməm. Yüzüngü tükürüp koyumu cumaka. Ya bir ritme aylık. Mən rəskə qısab həzim batdı və beridiğən 500 koy. Məndən alı sətlə Ya. Ay burun ağan. O neçə il burun iş. O neçə il burun qazlaşına söyrəb gəldin ma? Numus, hey numus. Ya. Gipim tügüsün apa. Mening maaşımı cıq emas. Pensiya maaşımı unçilek cıq çıxmaydı. Mən aşında sıqıb yalapmışız. Sanap xəşləb, silgi aşı yığıb, senin toyağını dep yığıvattım. Akanın toyunu qıldım, üyünü əpbədim, sana öy aldıq. Vay ca, apa yatlap buldum mən bu gipini. Kızın tep babsa, toyluqnu qançılık alıdı o xenim texe. Vay ca, bolduq la, da, vertkənsə bir gəpni şatıqda yatlap. Sən pulunu sorar əgən ki, mən deməyinimiz qılma. Pul sormadı mən texe. Kuma apa, ma qosak eşket azaq yedan qılaya boldu seçil. Bak qosak qılda etkənsə əkəsən ma, qaçarlıq arsa. Qosqun ilim yetnağıtan da. Aman etme 3 gün oldu ben çay işçiyat kılaya bak oruqlap ketken. Xotun ilip nemi rahatını gördün sen? Koyu ve sağlamın da xotun ne? Seni mi görmez günlükte? Ha beni mi görürsüz? Benim xotunum yaxşı. Herhalde nur kəppə de yolu sanmaydı. Hazır demeydi. Apanla qışığa. Toy qıpaqsın ha? Adam bir toy qıpaqsın. Qısım demeydi. Oldu uruşmanla aşkınla. Can. Bir şeyde azraq pul jıqqandım. Muşunumu kolap xəşləb bulaydığa oxşaysızlar. Apa xəşləb bomba. Hayat vaxtıda. Bu şəmdə ən axır getdim bəginim istəyir. Bunun kim pul sormanla balam məndən. Mən kirkilə aydılar üçümdən bil əkəb vermə apam. Tamaq itək. Sana neçi? Qılsaya qorğuna. Apa? Mən itəyim ya tamaq nə ya? Hə, sən itsə ötəməyək də. Necə verdi sana? 5 min ki. 5 min? Hə. 1 min nəkə? Ay mən. Okey. 3 min kəminəm. Tüt. Tüt. Bək samına mı qosak? Bək dayının yoxub qal cumakasına. Mərfi. Nə ki? Apam yüzü çaplamda. Yapam şükən. Bu nə bu? Sən gəldin mi? Ya. İmkan. Apam doktorga apadın mı? Yok. Apamın tekşiriş kağıtken bu. Bizga demigen bu da apam işte yıkır durma. Bu. Apa? Tamaq pişdi balam. Ben səyigini. Sen bana yer işin qımam işdik. Ala balam tamağını yaqız. Soğuqqamız. Apa? Mau Sinan kağıtsama. ne oldu apa sana? Balam. Yazırıq micazım yox. Apam ha töpüde yıkır kesel de yüzüp tuğu bunu anlatan demiş bizga demedi ha. Sen etdigen tek badama doktorga. Ha. Man neymiş demeyse? Ay balam, 2 yıllık aldıraş. Bu Agantaq özünün uyunun işi bilen bir saqaymısa. Kızıq kensə, apa senin balların qo biz yada deməməz ki neymiş ki demeyse? Desem boğuluq boğan tutsa balam. Onu əmdi ay boldular bununla kırışıp o tamağın yanına. Apa altın ketmelik ya 130 bin koy davatsa onu ötüp. Ay deydi o doktor degen ço. Ondan bizge nimde bu pulunu bədə? Əmdi hökumət işləb qoyubdu mə balam. Qandalımsa azdıla sanıcıqqınım ba. Davalaş kartdan ba tutsa. Aşnыңdan mı azraq ketudu əmdi. Azraqını tölüsəklam. Ve abras qıldığa işkən. Canlı az keteverimiz. Bu tamqalını yanlar. Ya apa. Tamqalını yine soğuk kalıdı. Kanda bolsun
Öyünü setip bolsam seni davaltmaz apa. Unda deme balam, unda deme. Dadanglar baldır ketdi. Men ba vaqtimda sizlarning chiroyinglarga to'pi qondamay cho'ng qildim. Endi ukaning to'yini qilib olsak sen cho'ng. Hadisi ayolingning oqiga kirib pulni baş xashlab yetibmi? O'tding. Men de banımı berib baqdim. Endi ayol kishi degannim kichkina be. Iqtisodchanroq bo'ldiganga o'g'itadigan odam sen balam. Gapingni o'tkizgan. Ukaning to'yini qilib olayli. Mening ömrüm shu vaqtcha bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi apa, men to'y qilmay. Aldı bilan doktorxon barli apa. Qanday ish bo'lsa. Mening yani qanday bo'lsa balam, davolanish kinishgan ba. Endi meningda biz buncha pulni yezibdi, shu davolanish kinishkisidan mang'idi qag'ini to'lamiz. Endi sizlarmi cho'ng bo'ldinglar. Her şıkkılığınla üzerliği tayinişki tegişlik balam. Men ba vaqtimda o müştaq buludu. Müştaq kesel degenle adam tep bağlanmaydı özgildikən. Men ketip qalsam, işkınla akufki bir sınlığı murabbi bulusla. Üzerliğinin küçükü tayinip, oğal oğandikin tepep, öğünü tutup, kılısla balam emdi. Sen bizgi lazım. Men imiş kışınla da turanmayım. Bu çokum bu ameliyat bunun gözü içinla. İşkınlığını aş küçükkin kataktik öyde tez okuttum. Daha şöyle okuttum, akanın toyunu kıldım. Hem sana öyüp koyduk, hem toyunu kılmen, davatım ben. Kəgülük mışına bulu diken. Ya apa, men toy qilmayman. Toyunu qılıvarsam balam. Bu Tek yaş apa. Saqib qalama balam. O doktorxanaga o pulni xərcləmisəkmi? Sizin toyunu bir qılıvarsam, men saqib qalama. Ya, həmin pulni yığıb davaltıdığının işini qılaylı apa. Sen salamat turpayımsan bolmaydı o bizge. Kiçik vaqtimizdan tatib, dadı mehri köymey çoğun bolduq. Nurgun küllense özün yalğız ötküzdün apa. Dadımızdan yoxluqı hiç kimni aldıdıq çinip qalmadı. Şu apa, mino toyumda bunu sen hem apa hem dadı bop ötküzdük bir sırak tükettik apa toylarımızda. Müştaq geç dadamdan yoxluqını bana bildi de? Onu Lekin san bir işip qalsa, tamqan degine. San bir işip qalsa ras men yaşamayım apa. Toyağını qılıvarsam başqa gemim yok balam meninki. Senin toyağını amdan qılıvarsam men bir xatırjam bolsam, ma uyken, ma işken ma balamның. Akаңdan kichkina xatırjam hamda aş kelin. Sen nimandaq şəxsiyyətçi deymə. Nimandaq şəxsiyyətçi. Mən apa, pulni. Bugündən başlap səndən bir mocan almayım. Özəmnin küçüğü tayinay, özəmnin küçüğü tayinay. Gör. Men de ba. Apa. Pul yetmese öyemle setip bolsun sen davaltım ha. Unda deme balam. O öy degen toyan qappaga öy, onun kelin unumaydı. Sen çıraylık uyağını tutsan, xatırjam bolsan boldu. Senin salametliken hemden mühim apa. Bizgi sen bolsanla pul diye. Ayal kişiye tip bağlı boludu apa. Balanı mı qaytadan tip bağlı boludu? Senin qaytadan tip bağlı bolmaydı. Qazın tölüyetkine balam. Ya, bundan ki ben özəmnin küçüğü tayinay apa. Sen kelin ünürkep bämidin dep ketdi de otattın. Man qoşap ünürkün apip ayalının akıvala apsın uydun. Apa, bunda işini düşenmeken o kelinimi koy apa baldi. Kelin alsa çokum seni davalat deydi apa. Gör. Man doktor han barmaz apa. Fukap çapanı al. Gör. Balam. Apa, Ukanın toy qıldıgan pulusu doktorxanaga ketip qalsa, ukanın toyunu nim bilan qılıman ben özüm öyleyim apa. Men qılmayman, aldı bilen seni saqaytaylı apa. Sen salamet durumsan. Ben saqib qalma balam, özüm diqqat qılsam buldu. Apa, kipimiz ana sen bizgi razı hem. Çapan. Şolpan geldi. Rahmet. Oxşaptı cuma tamaqtırınız. Jığıltı koydu o kadar. Oy ya, muşu aktyorluqdaki muşu jığlaydigan obrazını ifadələşdə adam. Sen şuna his qıldın balam? Bek çarçayda adam. Çarçayda. Yaman çarçay. Muşu yürekdiga içişib. Benim işe azırca içişib atıdı. Benim içiş ketdi. Ondikin haqiqi hissiyatыңdan, tabiitingdan chiqqan yasalma yaşamasda. Muşu aktyorluqda nurgun artistlar bilan rol oynadık. Nurgunları ya şu. Köz temtidigan aşındaq nəsə şiltidikən şükürnə xil dağlıq artistlar şunu şilt aldıkə. Mən qılamayma. Mən çoxum bu personaj jığlaşqı tegişlik olsa jığ jığlayma. Rast jığlayma. Bəzi vaqtda qarşı tarafning ya tekstin çataq çıxsa, gapni xata deb qoysa ya yeşi məslişamay qasaylıqı kayfiyatı mən bilən. O rejissor qayıt kelinglar, yana bir qitim kelinglar. Yəni başdan jığlaydigan gapda. Bek açıq keldi aşda. Oy, muş çar, çapmış bir. Mesela abi 3 elə oynağa vaqtım birəsimiz buzu yutub qalğan bolsaq çoqqum Yəni qayıt keldi. Qalğaş gələn. Qayıt keldi, başda şıqınlar şunda yaxşı maslashqa başdan axırı bir vaqalikni tayyorliqsizlam, tabiiylam qılatdıqda hazır.
qanday bo'ldi edi? Shu yaxshi bo'ldi meningcha. Yaxshi. Hozirgi yoshlarga, hozirgi kelinlarga, o'g'illarga bir tarbiyaviy ahamiyati boroq narsa bo'ldi meningcha. Men shuni o'zim kirishib ketdim qarsam. Shu oni mendeklar. Endi balkim ekran oldidagi nurg'un ko'rmanlar ko'rib, tozi voyaga yetkazolmabdi deb qilishi mumkin mashkalarni. Yaxshi, meningcha. Lekin endi bu deydiganimiz ham tayyorliqsiz narsa. Tayyorliqsiz, tabiiylam hech qanday bir tayyorliq rapid yo'qli biz tabiiyla kirishib ketdik vaqalikka. U bo'ldi. Men shunlardan shunda bir xil rozi bo'lib, shunda bir xil faxrlanib qoldim. Shuningga ko'rmanlarimizda mashta az to'l savalliklar bo'lsa, bir ko'zimiz bunda qisib yetishimiz. Ko'rmanlar yaxshi, nurg'un vaqtda ko'rmanlar, ya'ni o'zining yaxshi ko'rgan artistlarga yo'l qo'ydi, meningcha. To'g'ri. Yo'l qo'ydi. Rahmat eda, rahmat. Istagim rahmat. Unda bo'lsa-da, obrazlarni yaratib oldingiz, rollarni o'ynab oldingiz. Endi shu programmamizdagi yana bir 4 savollik ta'tir savol bosqichi bor. Savol lekin to'g'ri, javob ta'tir bo'lishi kerak. Birinchi savol, siz Shinjongdagi eng qaltis ayol cho'lpon hisoblanamsiz. Ha, deb javob beramda. Unda emas, shundami? Unda emas. Ha, unda bo'lsa. Nimishqa? Biz shunda qaraymiz-ku. Yo'q, mendan qaltis ayol cho'lponli bor Shinjongda. Nihoyat kamtarlik bilan, ha. Rahmat edi. Undan ikkinchisi, siz xizmat va oila ikkisidan faqat birini tanlash to'g'ri kelsa, qaysini tanlaysiz? Ikkinchisini tanlayman. Bu xatomi? Undan so'ng uchinchisi, kinochilik sohasida xeli jiq pul topib qilyapti. Yo'q. Bo'ladi. To'rtinchisi, siz Weixin, Douyin, Kuaishou qatorliq hozir moda bo'layotgan detallar ichida qaysisiga eng 3? Hamsini aytdi amroq. Bo'sh telefonni az o'ynasak, jiqroq amaliy paranglashsak, telefon ko'rganning o'rniga bir kitob ko'rsak yoki bo'lmasa bir amaliy boshqa ish qilsak, yo tilgansak. Agar u telefon orqali shu Douyin Weixin orqali bir tilgandigan shu mayli qo'linglardan tushmasa bo'laveradi. Bilim egallaydigan taraflar bo'lsa mayli. Uni bo'lmasa bir g'ayvat qilib, poychor kim gulvadi, kim bamidi deb. Oy, qopil chop ketimiz deb. Bu bir isrofchilik meningcha, vaqt isrofchiligi u. Mavhum dunyoda yashash u. Telefon bilan vay deb kurashsak ham bo'ldi. Rahmat eda. Ishqilib har bir gaplaringiz aktiv energiya taqib o'tadi. Rahmat. Qo'shildik. Endi ada ma programmaniki men savol so'raydigan bosqichlarning hammasi tugadi, oxirlashdi. Endi bu yerda o'yin o'ynaydigan bosqich bor-ku. O'yinni qanday o'ynaymiz degan vaqtda o'tirib o'ynaymiz, quloqqa tingshug'ish taqaymiz. Programmamizningki ijodiy o'yinlarining birisi. Ha, shundami? Unda bo'lsa hozir imkon bergandek bu. Çolpan geldi. Mukofot. Bu omad. Mukofot. Bu emas. Mukofot. Bu Kapat. bu xapat. Topamdınız ha birincisini? Tapamadım. İkincisi ha? Aparat. Oblap. Aparat. Taptım mı? Rejissor. Dördüncüsü ha? Pikachu. Pasport. Transport. Pasport. Pasport. Yok. Pasport. Ha? Pasport. Pasport. Ya. Pasport. Artistla. Aliye. Artistla. Hazırla. Aktıste. Nimo bu? Artistla. Hazırla da bu. 工程师. Örümçi. 工程师. 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vay ben. 工程师. 3 xat, 3 cümle boğum. 工程师. 1, 2 degende Aktör. Aşkoç. Aşsun. Aktör. Açaşla. Tapamadı. Ders kaldım. Ben neyim buldum? Aktör. Aşkoç. Şu aşağı. Koşingço. Ras adamın aşına kaymaktırırken avaz fakat anlanmayken.
Yaraysiz. Bu acayip xijilib ketib barımda bu futturib etdim ben. Shunda oson gapirib bersa. Şunu tapamadım. Demek futtadım da Ha, ben şu. tuttadingiz. Ziyan tatılgan bulduk da. Bunda bo'lsa da Murphy şirketiniki bir yurish mahsulotlarini sizga ko'ngil so'g'is qilamiz. Shuni qabul qilgaysizda. Hey, rahmat. Haqiqatan yaxshi jumal ekan ishlatsangiz, va da qog'idek mahsulotlar. Ha? Rahmat. Qasam davomli qilsin. Rahmat. Unda bo'lsa, endi mushu naq maydonga Avangard yoshlarimiz qadam tashrif qildi emasmi bugun? Mushu do'stlarimizmi sizdan bir qancha savollarni so'rab baqsa, sizmi rostchilik bilan bir javob berishingizni umid qilamiz. Oldi bilan mushu top vakilidan boshlaylik. Bizning top vakilimiz kompyuter orqali sir tarafda ko'rayotgan ko'rmalarimiz bor emasmi? Shularmi xat qoldirish orqali savol so'rayotdi-ku sizdan. Izchil. Shuni naq maydonda hozir o'qib berishga bizning top vakili mas'ul bo'ladi. Oldi bilan top vakilidan boshlaylik, hamsa qolganini top vakilda bo'lgandan keyin naq maydonda ko'rmalarimiz so'rsin, ha? Marhamat. Adam tordashlarning bir qancha savollari bor ekan, onun ichidan men bir netisini hep so'rab bakay. Bir tordishimiz debdi, "Ada siz zo'r olgan Ra'noning to'yi, artist bo'lgan qiz, Sohib Jamolning o'limi qatorliq bir turkum kinolar ta hozirgacha unutilmas kinolar bo'lib kelyapti. Buning sababi shu vaqtdagi artistlarning rol olish saviyasining yuqoriligimi yoki ssenariyaning yaxshiligimi?" deydi. Ssenariyaning yaxshiligi. O vaqtda ssenariyalar nayteliq turmushga yaqin, anandikin tabiati bilan, turmushdan ilingan hikoyalarni qurashtirish bilan yozilgan ssenariyalar bo'lgan. Hikoyasi yaxshi, shunga hozirgacha unutilmay kelyapti. Yaxshi, u bir tarafı bor. Rahmat. Yani bir tamaşımız debdi, "Hada siz hozir kinolar chiqsangiz nech pullar olasiz?" Dastlabda biz abayim deyishdik-ku, Ra'noning to'yini ishlagan davrda biz pul ishlamagan. Pul bermaydi, u o'zimizning vazifamizdi. Sohib Jamolning o'limidan keyin 5 ming ko'p topgan. Keyin 5 ming so'mdan boshlandi. Hozir hamda shu 5 ming so'mning oqiga 5 kunlik. Yaxshimizda bugun shu Cho'lpon keldi programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Sizdan so'ragan savolim bo'lsa, siz shu o'qigan kasbingiz, usul kasbini o'qibsiz, keyindan o'qituvchilik kasbini qilibsiz. Yana aqsida shu aktyorlik taraqqiy qilib, hozir shu davlatimizda ko'z ko'ringan atoqli bir kino Cho'lpon bo'lib nadir asarlaringizni sundingiz. Meni so'raydiganim shu, agar sizga bir tanlash fursati bersa, usulchi, o'qituvchi, aktyorlik uch kasbdan cho'qim birini tanlaysiz-sa, qaysi kasbni tanlaysiz? Qaysi kasbingizni eng yaxshi ko'rsiz? Men kino. Men aktyorlikni tanlayman, kinoni tanlayman. Chunki qandaqdi shu bir davrlarda o'zimning ashuna bir ta'limning o'ngligidan bu ekronga taraqqib, ekronga yuzlanib qoldim. O'tirliqdim, to'xtab baqdim. Usul kasbidan bilim oshirib, chatlarda o'qib, o'zimning bilim saviyamni o'stirish uchun tirishib baqdim, lekin kinodan mehrimni qat'iy o'zim. Mehri o'ti yomon bir kasbkan bu aktyorlik degan. Oningdan kessam kashdim, moningdan kechamidim. Shunlar tanlangdis, yana shuni tanlab qilishim mumkin. Rahmat. Yaxshi sizlardan shu Cho'lpon keldi programmamiz orqali siz bilan yuzdan ko'rishganligimda shuna xush bo'ldim. Endi sizdan so'raydigan savolim, eng voyaga yetkazib oldim yoki deydigan yoki siz eng o'zingiz eng yaxshi ko'radigan kino qaysi? Bu yaxshi savol oldi ras. İpek yo'ldagi rivoyat degan bir televiziya, ko'p qismli televiziya bosh rol o'ynagan Pashaxon ana degan. Men shu obrazni 30 yoshdan 80 yoshga tugab ketdi. 40 yoshlik vaqti yo'q. 30 yosh, 50 yosh, 60 yosh, 80 yosh. 4 davrni o'xshamagan beshidan o'tkazgan kechirmishlar bilan yaratdim. Eng charchigan, butun vujudim bilan kirishib ketgan. Hatto o'zimning jinimda mutas qoldim, og'rilib qoldim. O'lib ketadigan vaqtida rejissor menga bir narsani dedi-chu, tinig'ingni bundoq, ichingimda qilib yutvassang, ko'zingni yumsang, ko'zimda bundoq qilmaydi. Lip bo'lmay, tiniq birli to'xtagan peti ko'zimda lip qilmagandan keyin o'ynaydi, chinliq bilan chiqdi. Men yuzingdan musta yaqin ko'rinish bilan tortib, ankin sening tuz yotgan yeringni olaman degandi. Shunlar meni bak kirishib ketib, birli qachon tengdagi deb tinmay yetib, tinig'im to'xtab qoldi. Ki o'qinamidim. Qo'rqib ketdi ularmi? Bunu mən heç kim də baxmağan. Qrupdakilar özlam bildi. Məşəllərim degan mecib bisip degan muş uvgulab, həm yerim tas qaldı yavarlığın çaqaqıldı. Kallam uçuq. İndi vaqırğan to'lğan həmmini bilib turum, lekin bir tınıqni tınamadım, birli içim uçub ketib chiqmadi. Bu bexatarlikka. Meydan besip ciddi qutquzuş qilib bir vaqtdan
qilib antkeylik tiniq keldi. Men ko'zimni ochaladim. Aşı rolni men bütün vücudum bilan birinchi qismdan 38-qismgacha roli var ayolkan bu bosh rol Paşaxon ana. Bu ayolning hikoyasi hamda demak. Tordu bağ kösanlar buldu. Snaryan tapşırıp ilip tazı şu rolgu tayarlık qatbaqdan opam tügep ketdi. Bu opamның ölümü manga yaman bək təsir qıb ketdi. Onundikin bu vaqalikdiki muş Paşaxon anınınki bişidin ötken nurgun vaqalik mening opamningki hayotiga o'xshab ketidiki. Men xuddi opamning obrazini muş ekranda yoritib atqandek shundoq. Hatto shu opamningki burun kiygan ko'ynak kiyimlarini men shu rolga aketgan. Paşaxon anının shu obraziga yog'liqlarini, muş ko'krak purim Şipingda xav köynəklərini keydim. Bu Paşaxon anının bir dəvirdə bir göz tutulub qaldı. Mənim apamның kesəl səbəbi bir dəvirdə bir göz tutulub qalğan. Keselning xoyijingdan. U Paşaxon anım şunda buldu ki. Apamның ilqima jozunu tuttum dep men tutub salğan hərəkətlərini mən görüb özüm apamны beqish jarayonida bo'lgandan keyin bək təsir qilib ketdi bu obraz. Şunun bilan kirishibli ketibdi men. Ajoyib bir yarattım deb o'ylayman o'zim bu rejissorlarmi, ko'rgan tomoshabinlarmi 2015-yil ishildi, 2016-yil Jongyang Diyanshtayd qo'ydi. 2016, 17, 18-yil ma Doshi Ijarin degan Olmuxonning roliga 17-yili oldim o rolga to'xtam qildim. 2015dan 2017-yilgacha mush 2 yildan 3 yilgacha men ishkirdi Paşaxondaşı. Aeroplandan shunday tushmay ishkirga borma. O Paşaxon pangdaşı layla. O tomoshabinim bekchiqlab ketdi ishkirda. Hozirgacha finsilarim shunday jiqilib men cho'qing'ichilar. Paşaxondaşı deb. Ma keyingi Doshi Ijarinda Olmuxonning rolini yoritib, aningdikin Olmuxonga o'zgardim. Olmuxonning hozir ta'siri yaxshi ham. Bu Olmuxonning ishtiyoq bilan kirishib obrazni yoritib edim 42 qismdi. 40 qismda tugatdi. 2 qismni kesitibdi. Qisqartibchi. Başlanında tosqagandim, jinimdan ayrılib qoldi. Tinigim to'xtab qolib. Demak, eng yaxshi ko'radigan obrazing shu. Kirishib ketgan. Bütün vücudum bilan. Hamda yosh vaqtimizdagi bolalik davr, u degan ayt sap, hech kim bilmaydigan bir oq qog'oz Ra'noning to'yi. Demak, shu Ra'nodan boshlab, shu hozirgacha Olmuxongacha har davrda bir yengilni yutibdi sizning obrazingiz, ha? Yilda 2-1 keldi, o'xshamagan. Mikroda yaxshimisiz? Bugun men Cho'lpon keldi program orqali siz bilan yuz ko'rishimni shunday xush bo'ldim. Shunday yosh turibsiz, qeyrib ketdim dedingiz. Ammo shunday xushbo'y chiroyli ekansiz. Hozir mening mushta siz bilan paranglish orqali sizdan bir savolni so'rag'im keldi. Amni hisobda Xinjiang tavasida hamda mana shu Jungo miqyosida ko'zi ko'ringan bir faxrlik bir cho'lponimiz deb o'ylayman. Siz mana shu xizmat bilan oilada yo'ldoshingizning oldida shiyiga xavchi bolalaringizning oldida bir yaxshi ona, mana shu ham xizmat ham oila mana shu ikkisining o'ttirisidagi munosabatni qanday tanishidingiz? Masalan, xizmatga bekroq berilib ketgan vaqtingizda yo'ldoshingiz sizdan ranjib bizni ko'ngil bilanmiding deb qoldigan yoki unda turib oldi. Shirzod mushta turibdi. Yoki bolalaringizga xizmatning sababini ashta bo'lib qolgan vaqtida siz ki xizmat bilan oilaning o'ttirisidagi shu xil munosabatni qanday hal qildingiz? Qanday yaxshi bir taraf qilib, hozir qadar mushta yaxshi bir natijaga erishdingiz, shuni bilgim kelyapti. Tang hamma neyliqi, nayt yaxshi ipmanman deyish ayol kishiga haqiqatan bek taskan. Kasbni tashlab oila bilan bo'lib ketsangiz, uningga siz ichindikansiz. Chunki o'zingizning vujudingiz bilan so'ygan kasbni qo'g'lishmoqsangiz oila tashlanib qoldi ekan. Tashlanib qolgandan keyin har kishi degan u cho'qim kasb qilsada, bir kasb ahli, kasbini so'ydi. İşki balı taşlanıp kalıdı. İşki balının terbiyesi qap kalıdı. Muvaffaq tanışap meniş mağamı yaman eği bazıda düm yetip jığılgan vaqtlarım bay yutqandan çi beşim tıqıylıp. Ben talvağa yolum hem de bek uruşup, soquşup, janjanlışıp yolduşum bilen. Zat mening deginim to'g'ri deb oldiq o'ttilib emas. Sükut. Tol vaqtda jim turib olaman. Takallashmayman, oldiga o'tib olmayman. Lekin yo'ldoshim rejissorga ana u ashundaq o'yin tashlab chiqib kasb qilgan vaqtda men butun vujudim bilan qo'llayman. Uni razqiqdek, xo'shib ketgidek, hatto hayajonlangidek darajada qo'llab berman. Anaki ta'sirlandika. Ta'sirlanib to'xtabdi, bu meni qo'lladi. Deb ham ba'zi vaqtda yo'l qo'ydigan bo'ldi, dastlab yo'l qo'ymaydi, sharti va er yo'q bo'lish kerak rolning. Ervaning xotni olmaysa, voy jiq gap. Uni qoyil qilish, uni rozi qilish, uni xo'sh qilish. Shu nurg'un. Ammo mening birdan bir saqlanganim urushmayman. Boshida rahmat. Bugun mana qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizning tunji soniga qadam tashrif qilib berganingiz uchun yana bir qaytim rahmatimizni bildiramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Meni aslabsizlar.
programmaning vaqti cheklik bo'lib qolganligi 3 yildan mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. Bo'lmasa yana o'tirib, yana boshqa biz bilmoqchi bo'lgan nurg'un masalalar bordi. Uni ham kelak sonlarga bir ap qo'yaylik. Siz yana kelasiz-ku da programmamizga. Kelman, chata, kelman. Mush oxirda da yana bir narsa so'rab baqayam. Cho'lpon keldi programmamizga bugun qatnashdingiz. Qatnashib boshlanishdan boshlab hozirgacha bo'lgan hissiyotingiz qanday bo'ldi? Hayajonlandim. Masalan, qaysi jihatdan? Shunchalik hayajonlandim. Nurg'un aslimalar bo'ldi. Nurg'un unutilib qolgan yoshlik davridagi narsalarni eslab o'tdik, shundan. Anan keyin shunda chiroyli bolalarım bilan tanishdik. Anan keyin mush program orqali cho'qim tomoshabin do'stlarimizga nurg'un aslimalarni sundik. To'g'ri. Shunlashqa men hayajonlandim. Kayfiyatim shunchalik hayajon ichida. Rahmat. Rahmat dada sizga. Rahmat. Unda bo'lsa da buningdan keyingi kinochilik hayotingiz ham shundaqlama usul rejissyorlik jihatdagi ishlaringizga zo'r utuq muvaffaqiyatlarni tilash bilan birga. Hozir Almaxonga eng oxirgi obraz. Almaxondan eshib jildi bir qitim obrazingizni yangilab bizga ko'rmalarga ko'z tutib turishingizni ekranda bizdan ko'rishib turishingizni umid qilamiz edi. Rahmat. Eng muhimi salomat bo'lishingizni chin qalbimizdan, chin yuragimizdan tilaymiz edi. Rahmat, sizlarning programmanglar texim yaxshi bo'lsin, texim o'ngishli bo'lsin, texim ko'p san'atkorlarni mushu sahnada tanishtirish nasib bo'lsin. Rahmat. Programmamizdan tajdorligini qo'llagan shirkat bo'lsa Xinjiang Marfi xalqaro savdo cheklik shirkati alayda qo'llagan. Programmamızın riyasatçılarının kiyimini miras kiyim-kechak madaniyati cheklik shirkati alayda qo'llagan. Bovladı miras tağdak qomatga qiyos miras kiyimlari. Xo'sh, rahmat ada unda bo'lsa. Bugun raslibak xo'sh bo'ldik. Nurg'ulg'an bilim o'rganib oldik desak bo'ladi, siz orqali. Bundan keyin Cho'lpon keldi programmamizga vaqtingiz yetsa davomli qatnashib turishingizni umid qilamiz ada. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat ada. Rahmat.